Endi ayrim joylarda varrak uchirganlar 15 sutkagacha qamalishi mumkin. Gap shundaki, iliq ob-havo sharoitida varrak uchirish bilan bog'liq holatlar ko'paymoqda. Mas'ul idoralar fuqarolarni aeroportlar yaqinida bunday mashg'ulotlardan tiyilishiga chaqirib, bu parvozlar xavfsizligiga jiddiy tahdid solishini ta'kidlamoqda. Qayd etilishicha, varraklar balandga ko'tarilib, samolyotlarning uchish va qo'nish yo'lagiga tushib qolishi mumkin. Bu esa havo kemalari bilan to'qnashish, texnik nosozliklar va favqulodda holatlar yuzaga kelishi xavfini oshiradi. O'zbekiston Havo kodeksining 17-moddasiga muvofiq, parvozlar xavfsizligiga tahdid soladigan faoliyat turlari qatoriga aeroport va uning atrofida varrak uchirish ham kiradi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 116-2 moddasiga ko'ra, havo hududidan ruxsatsiz foydalanish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 100 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi belgilangan. Agar bu kabi harakatlar aviatsiya hodisasiga sabab bo'lsa, jinoiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Mas'ullar poytaxt aholisi va mehmonlaridan varrak uchirish uchun aeroportlardan uzoq, xavfsiz hududlarni tanlashni hamda belgilangan qoidalarga qat'iy rioya qilishini so'ramoqda. Ushbu xabarni ogohlik uchun barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.